Assalomu alaykum hurmatli tarbiyachilar. Bugungi yoritiladigan mavzuyimiz 323-buyruq asosida kundalik ish rejamizni to'ldirish. Berilgan namunani oldim. Kanallarda tashlalayotgan namunani ko'rsatib o'tmoqchiman. Hop. Oy mavzusi berilgan, hafta mavzusi berilgan, xushmuomalalik haqida tushuncha. Endi maqsadiga kelganimizda bolalarni xushmuomalalikka o'rgatish, o'zaro hurmat tuyg'ularini shakllantirishga erishish. Bu mavzu haftani 5 kunida bir xil olingan. Har kuni shu maqsad, bitta maqsad qo'yilgan. Buni biz shundayligicha mayli, birinchi kunga shu matnni qo'yamiz. Keyingisiga o'zgartiramiz. Buni qayerdan olishimiz mumkin? Buni rivojlantirish sohalarida sog'lom turmush tarzini rivojlanish degan oldingi ish rejalarimizda yoritganmiz, yozganmiz. Tematikamizda bor. Masalan, nutq muomala madaniyatini shakllantirish, bu ham o'sha xushmuomalalikka kiradi. Kattalarga o'zi hurmat yoki nima deyishimiz mumkin? O'zaro do'stlar bilan xushmuomala bo'lish, jamoat joylarida xushmuomala bo'lish, shu xislatlarni tarbiyalab borish deb olishimiz mumkin. Keyin kun davomida foydalanadigan resurslar. Umumguruh faoliyatlarimizda, mana umumguruh bo'lib ishlash faoliyatlarimizda bu yerda resurs berilmagan. Shuning uchun kun davomida foydalanadigan resursimizga bu yerda xuddi bir xil narsa takrorlangan, xuddi maqsadga o'xshab, keyingi kunlariga qo'shib boriladi. Bunga qo'shiladigan narsamiz nimalar? Tasviriy faoliyat uchun kerakli jihozlar yoki san'at markazida foydalanadigan o'sha plastilin uchun doskamizni, plastilinlar, qaychi yoki asosiy harakat turlarida jismoniy tarbiyada foydalanadigan to'plar, savatchalar deb o'sha kerakli jihozlarni yozib boramiz. Unga ko'proq materiallarni yozishimiz kerak. AKTdan doim foydalanamiz, to'g'ri? Masalan, musiqa kuni musiqiy asboblardan foydalanamizmi? Ularni yozamiz. Buni bir xil narsani olavermaymizda har kunga. Uni o'zgartirib borishimiz kerak kun davomida foydalanadigan resurslarimizga. Hop, keyingisi ertalabki qabul o'zida qoladi. O'yinlar, bolalar bilan suhbat. Kelajak soati har dushanba olinyapti. Buni matnlari berib borilmoqda. Kelajak soati berilgan matn asosida unga ozgina o'zgartirishlar kiritib olib boryapmiz. Bu 15-20 minutlik suhbat. Bolalar ko'payganda ertalabki badan tarbiyadan oldin o'tkaziladigan suhbat bo'ladi. Bu suhbatda o'sha multfilmlardan, slaydlardan foydalanamiz, savollar, o'yinlar. Albatta buni bolalarga tezroq yetkazib berish uchun shu mavzuga mos ta'limiy o'yinlardan foydalanib boramiz. Kichik guruhlarda qanday qilib shu mavzu haqida bolalarga tushuncha beramiz. O bolalarga ko'proq ertaklar, ibratli hikoyalar yoki biron bir bolalar bilan birgalikda sahnalashtirib ularga shularni o'rgatishimiz mumkin mavzuni. Ertalabki badan tarbiyamizda o'sha kompleksimizda berilgan tayyor 2 hafta resurs bilan 2 hafta resurssiz o'tamiz. Keyin umumguruh faoliyatlarimiz uchun tayyor qo'llanmalar, matematika, nutq o'stirish, savodga o'rgatish hammasi berilgan. Lekin ekologiya va tabiatshunoslikka hali ko'pchilikda yo'q. Kanallarga tashab berildi. O'rta guruhning ekologiya asoslari degan qo'llanma, umumguruh bo'lib o'tiladigan qo'llanma. Uni tayyorlov va katta guruhlar murakkabroq aylantirib o'tamiz. Kichik guruhlar soddalashtirib o'tamiz.
O'shandan foydalanib tursak bo'ladi. Agar u ham yo'q bo'lsa, qayerdan olamiz mavzuni? Nima yozamiz ekologiya asoslariga? Qo'limizda tematika turibdi. Tematikadan foydalangan holda ilm fan va tabiat markazimizda qumning xususiyatimi, yorug'lik manbaimi, suvning xususiyatlari, har xil tajribalar. O'shani umumguruh bo'lib o'tamiz. Buni umumguruh bo'lib o'tilayotganiga bolalar juda xursand. Chunki oldin faqat bu markazda o'tilardi. Markazdagi bolalar shug'ullanayotganda, o'sha tajribani ko'rayotganda, boshqa markazda ishlayotgan bolalar ham e'tiborlari shunga jalb bo'lib, ular ham yugurib kelib olishardi. Hozir endi hamma umumguruh bo'lib o'tilayotganiga hamma bola xursand. Shu tajribada ishtirok etayotganidan. Hop, san'at markazidagilar ularni ham xuddi tematikada san'at markazlarimizda o'sha rivojlanish sohalari bo'yicha berilgan san'at markazimizda o'sha applikatsiya qurish yasashga olamiz, konstruksiyalash, loy, plastilindan foydalanib ishlanadigan mavzularimizda tematikadan san'at markazidan olamiz. Hop, kuzatish bu tevarak atrofdagi o'zgarishlarni kuzatish, tabiatdagi o'zgarishlarni, qorni kuzatish, qushlarni kuzatish, qarg'alarni kuzatish, shularni olamiz. Mehnat o'zida qoladi. Asosiy harakatga o'sha jismoniy tarbiya mashg'ulotlari davomida bolalar nimadan qiynalishyapti? Bu jismoniy tarbiya yo'riqchisi bilan hamkorlikda, masalan, arqonda sakrashga qiynalishyaptimi yoki muvozanat saqlash mashqlaridami, masalan, mo'ljalga otishmi, shularni ketma-ketlikda mustahkamlab boramiz. Harakatli o'yinlar bu bolalarning yosh xususiyatlariga mos qilib olinadi. Erkin o'yin faoliyatlariga biz rahbarlik qilamiz. Bu erkin o'yin faoliyatlari. Yakka ishlashga mutaxassislar bilan hamkorlik degan mana o'sha psixolog, masalan, Akrom bilan Bilolni do'stona munosabatlarini mustahkamlash. Shu sal urushqora bolalar bo'ladimi yoki tovushlarni talaffuz qilishda qiynalayotgan bolalar bor, sonlarni tanimayotgan bolalar bor, matematika amallarini bilmayotgan bolalar bor. Masalan, Mahfuza bilan Gulsevar bilan matematik belgilarni o'rgatishda davom etish yoki r tovush talaffuzi ustida ish olib borish. Shularni yozamiz. Badiiy adabiyot. Badiiy adabiyotni qayerdan olamiz? Badiiy adabiyotda qo'llanmamizda yo'q bo'lsa, bizga berilgan Qizil gul, sariq gul, moviy gul degan kitobchalar bor. Ularni har bir mavzuyimiz bo'yicha ketma-ket berilgan mavzulari bor. She'r yodlashmi, ibratli hikoya o'qib berishmi, yoki biron bir ertakni sahnalashtirishmi, ular hammasi o'sha kitoblarda berib borilgan. O'shadan maqsadlarini olib, mavzu maqsadlarini olib yozamiz. Keyin kun davomida shu umumguruh faoliyatlarimizni tasviriy faoliyat, badiiy adabiyot, loy ishi, bularni kunning ikkinchi yarmiga olamiz. Va musiqa, jismoniy tarbiyani hech qachon kunning ikkinchi yarmiga olmaymiz. Chunki bu mutaxassislarimiz kunni birinchi yarmida ishlashadi, kunning ikkinchi yarmiga ularni stavkasi yo'q. Shuning uchun ularni bilamizki, musiqa va jismoniy tarbiya bolalardan ko'p energiya talab qiladigan mashg'ulotlarimizdan hisoblanadi. Kunning ikkinchi yarmida bolalarga ko'proq tinch o'yinlar, kam harakatli o'yinlar o'ynatiladi. Bu mutaxassislarni umumguruh faoliyatimizni kunning birinchi yarmida olamiz. Chunki ular kunning ikkinchi yarmida bo'lishmaydi. Keyingisi kechki davra suhbati, o'tilgan mavzu tahlili. Bunda kun davomiga olgan bilimlarni mustahkamlanadi, ertangi faoliyat rejasi bilan tanishtirish. Bunda bolalar bilan ertangi, masalan,
ekologiya bo'lsa ekologiyaga tajribaga narsalarni tayyorlaymiz bolalar bilan birgalikda yoki tasviriy faoliyat uchun qog'ozlarni plastilinlarni tayyorlab qo'yamiz. Faoliyatlar uchun tayyorgarlik ko'ramiz yoki bolalar bajargan ishlarini rag'batlantirish, bolalar ishlarini juda yaxshi ko'rishadi, ular tahlilini, bolalar ishlarini tahlili desak ham bo'ladi. Albatta bolalar ishlarini tahlil qilganimizda ularni faqat yaxshi tomonini ko'rsatib o'tamiz. Masalan, archani qiyshaytirib chizib qo'ygan bo'lsa, buni archasi shamol paytida chizibdi, shamolda archasi egilib ketyapti yoki qiyshayib ketyapti deb faqat yaxshi tomonga yo'yamiz. Bolalar undan xursand bo'lib zavq olishadi. Masalan, uchasini qog'oz sathida to'g'ri joylashtira olmaganda uchasi teparoqda bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Buni ham bu sehrli, masalan, Akrom sehrli uycha chizibdi. Uni uchasi uchar uycha ekan, osmonda uchib ketyapti deb uni faqat yaxshi tomonini ko'rsata bilishimiz kerak. Ota-onalar bilan suhbatga ana bu yerda ba'zi bir joylarda xatoliklar ketgan yoki o'yinlar, mana shunda to'g'ridan to'g'ri berilgan namunalarni to'g'ridan to'g'ri ko'chirib qo'ymaymiz. Chunki harakatli o'yinlar kichik guruhlarda katta gruppalarniki ketib qolgan bo'lishi mumkin. Bu namuna-da, o'sha yoshiga mos ravishda olamiz. Ota-onalar bilan suhbatga bolalarni o'zlashtirishlari haqida, ularni sog'liqlari haqida, sog'lom ovqatlantirish haqida, kun tartibiga rioya qilish haqida, keyin bog'chaga mumkin emas narsalarni olib kelmaslik haqida, buni va hokazo davom ettirishimiz mumkin. Menimcha yana savollaringiz bo'lsa kommentariylarda kutib qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizning rivoji uchun like va obunani unutmanglar. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Rahmat.